Qanday qilib oliy ma'lumotli, madaniyatli insonlar atigi 30 soniya ichida minglab odamlarning taqdirini hal qilgan? Bu Osvensim siri. Oddiy zavodlarda mashina, kiyim yoki texnika ishlab chiqariladi. Ammo Ikkinchi jahon urushida shunday muhandislik majmuasi qurilganki, bu zavodning yagona vazifasi odamlarni iloji boricha tez, arzon va izsiz yo'q qilish edi. Bu fashistlar Germaniyasining Osvensim, ya'ni Auschwitz o'lim fabrikasi edi. Bu maskanga har kuni poyezdlar minglab odamlarni olib kelgan. Poyezdlar to'xtashi bilan platformada tarixdagi eng shafqatsiz jarayon, seleksiya boshlangan. Nemis shifokorlari vagondan tushganlarni qatorga terib, faqat barmoq bilan o'ngga yoki chapga ishora qilgan. Bu 30 soniyalik ishora insonning taqdirini hal qilardi. O'ngga o'tganlar quldek ishlash uchun tirik qoldirilgan. Chapga o'tganlar qariyalar, ayollar va bolalar esa to'g'ridan-to'g'ri o'limga yuborilgan. Fashistlar vahima ko'tarilmasligi uchun juda makkor usulni qo'llashgan. O'limga yuborilganlarga sizlar hozir cho'milishga kirasizlar deyishgan. Ular yer ostidagi ulkan dushxonalarga qamab, tepadan suv o'rniga silikon B zaharli gazini tashlashgan. Atigi 15 daqiqa ichida xonadagi minglab insonlar yo'q qilingan. Lekin fojianing fashistlarga xos eng dahshatli tarafi bu emas. Eng dahshatlisi bu qotillikning oddiy biznes kabi sovuqqonlik bilan qilinganidir. Fashistlar o'lganlarning tishlaridagi oltinlarni sug'urib, davlat bankiga eritib topshirgan. Ayollarning sochidan harbiy kiyim va arqonlar to'qigan. Suyaklardan esa qishloq xo'jaligi uchun o'g'it yasalgan. Bularning barchasi qog'ozda milligrammigacha aniqlik bilan hisoblab olingan. Atigi 5 yil ichida bu zavodda 1.100.000 dan ortiq inson tizimli ravishda va izsiz yo'q qilingan. Sizningcha, butun boshli madaniyatli jamiyat qanday qilib shu darajada shafqatsiz va hissiz mashinaga aylanishi mumkin? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu esa men uchun juda muhim.